Buni gunoh kimga bo'ladi? Uvol degan narsa bor-ku bu. Uvol Men o'shali Yevropada fermerlarga o'xshab kuchib, tratillab yurib, ana eshigidan to'ydim. Noto'g'ri tushunib qolishmasin. Bizni ko'rayotganlar. Endi aytishi mumkin, bedam yo'q bo'lsa. Ota-bobomiz somon bilan baqqan. Siz meni mollarim yaxshi ko'rib yeyapti bu somonni. Boshqa narsa bermagandan keyin yaxshi ko'rib yeydi aka. Aka, somonlarni ko'ryapsizmi? 2000 so'mdan mol boqadigan zamon keldi. Mazza qilib mol boqyapman, ishonavering. Menga atalasini ham, yemini ham, o selyos-plyosini ham kerak yo'q. Nimaga bilasizmi? U bir 70-80 yildan beri somon berib yurgan. Bu somonni bor-ku, somonni. Qadrini bilgan bilan. Fermer aka, siz nimaga aqlchilik qilyapsiz? Assalomu alaykum. Sizlarga o'xshaganlar ko'payib ketdi. Bitta doktor chiqadi, bunaqa 2 oy qilsa ham bunaqa sut beradi deydi. Bittasi chiqadi, bitta 2 oyda maqtay semirtiraman deydi. Ota-bobomiz somon bilan baqqan. Siz qayerdan bilasiz buni? Fermer aka, qorin to'q. Yo'q. Qorningiz to'q. Yo'q, men narsani to'g'ri tushuningda, nimaga endi ota-bobomiz qilib yurgan narsani sizlar bizga yomonlaysizlar-da? Maqsad nima o'zi? O'zlaringni yangi O'zbekiston rivojlana olmaysiz O'zbekistonda buni fikrlasangiz aka. Yo'q. Hozir nima deydi? Zamon talabi ilmiy yondashish kerak. Qorningiz to'q, misoli. Ovqat hazm qilishingiz kerak. Zvachgacha aynaysiz aka. Oddiy sapchich. Meni mollarim yaxshi ko'rib yeyapti bu somonni. Boshqa narsa bermagandan keyin yaxshi ko'rib yeydi aka. Yo'q. Misoli bunda protein bo'lmasa, energiya bo'lmasa, hech qanaqa. Yo 2000 so'mdan olyapman bitta somonni. Yo vitamin bo'lmasa aka, tekinga olsangiz ham. Opsiz endi molni ostiga olsangiz bo'ladi. Tagiga tashlayman. Tagiga. Buni gunohi kimga bo'ladi? Uvol degan narsa bor-ku bu. Uvol qarang. Ag'ini ham bilishimiz kerak-da, sizlar. Bo'g'ozlarga bersangiz bo'ladi. Bo'g'ozlarga bersam bo'ladimi? Buzoqlarni ostiga tashlasangiz bo'ladi. Ostigami, yeganimi? Yo'q, ostiga, yegani emas. Bu sizni buzoqlar ostiga tashlaganingiz buzoqlar o'pkasiga zak o'tib ketmasligi, boshqasi. Buni ham foydali taraflari bor. Erta uvol bo'lmaydi. Mol quruqda yotadi. Keyin bu narsada hech qanaqa kaloriynis bo'lmagandan keyin, kaloriya bo'lmagandan keyin aka buni molga berishingiz o'zi befoyda ish. Seryozni? Hozir men qarang, hozir bularni 2000 so'mdan oladigan odam bo'lsa sotib olishim kerak ekan, to'g'risimi? Sotib oling, molni ostiga tashlasin. Endi bunday narsa noto'g'ri tushunib qolishmasin. Bizni ko'rayotganlar. Endi aytishi mumkin, bedam yo'q bo'lsa somon beraman-da. Silosim yo'q bo'lsa, silosim yo'q bo'lsa somon beraman-da. Sizlarda bo'lib turib gapiryapsizlar-da degan narsa bo'lmasin. Biz to'g'ri yo'lda aytyapmiz. Misoli, yo'q, loji yo'q bo'lsa berasiz, majbursiz. Lekin lojini qilib rivojlanish uchun bedani, silosni, senajni lojini qilish kerak. Aka, bitta savol beraman-da. O'sha veterinar zootexnik doktorsiz-a? O'sha hamkasblaringizga aytib o'rgan, haqda aldab boru, qaytdi ikonlar, aka charchadik. Mana yoqda bunisi aqa deydi, bunisi baqa. Kim gapiga ishonish kerak? To'g'risi ham-da, qarang. Bu somonni, mana bu somonni ko'ryapsizmi? 2000 so'm, mana shu olman qarang, mana 1,5 metr chiqadi mana shu. 2000 so'mga olindi. Hozir buni foydasi yo'q deyapsiz-a? Xullas, xo'p, siz aytgan ishni qiladigan bo'lsam, mollarim hozir o'zimizni men xashak sigirlar 3 litr 4 litr sut beradi. Katta mollarni boqsam bo'ladimi mana shu? Katta mollar boqsangiz, Ana zotdor sigirlarni gallardan kelayotganlar. Somon bilan bo'ladimi? Yo'q, aka. Hozir ularga qarang turing, siz aytgandek yemlarni bersam o'zini-o'zi qoplaydimi? Qoplaydi. Yo'q. Qoplaydi. Misoli shunaqa ratsion qilinadi. Ratsion qilinadi. 1 kilo yem 3-3,5 litr sut qo'shadigan darajada ratsion qilinadi. Ratsion yemmi o'zi nima u? Yo'q, ratsion bu yemni tarkibi, umumiy olib. Bu отдельный yem degani emasmi ratsion? Yo'q. Unaqa noto'g'ri tushunishmasin. Ratsion mana 1 kunlik sigirni yeydigan yemlari, siloslarini miqdori yozilgan shunday jadval bo'ladi. Bu balans bilan, boyagi vitaminlarni balansi bilan tuziladigan narsa. Hamma yo'g'i. U ratsion degan alohida yem degan emas. Ratsion orqali tuzilgan yem deyiladi. Bu degani ko'rsatkichlar. Mana bu makkadan buncha kilo, arpadan buncha kilo, soya shirotdan buncha kilo deb hozir men qarang, hozir bitta siz o'qigan ekansiz, biz endi to'g'risi maktabda ham mollarsiz yurganmiz, ya o'qimaganmiz. Paxta kunjarasini bermagin deysiz, sho'rxani bermagin deysiz, nimaga ular deyapsiz? Men hozir shu bag'acha andaqaga hayron qolyapman-da. Siz nima uchun qarang, odamlarga oson yo'l ko'rsatmayapsiz-da, faqat misol bu somon bermagin deyapsiz. Yana nima dedingiz? Rapsni qanaqa o'tmi, yemmi o'zi nima? Raps qarang, raps bu raps o'simligi bo'ladi. U bug'doy arpalar ichida xalq ichida chiqib qoladigan, sariq bo'lib gullaydigan narsa bor. Bu raps o'simligi deyiladi. Bu karandoshlar oilasiga mansub o'simlik. Bu
Buni mevasi bo'ladi, urug'i. Ha. Urug'ini yog'idan ajratilgan, misoli kunjarasi yoki shuroti chiqadi. Mhm. Yog'i siqib olingandan keyingi qoladigan ostatkasi qoldig'i. Raps shuroti yoki raps kunjarasi deyiladi. Bu kunjarasi bilan shurotini ham farqi bor. Xullas kalom, Bu ichida proteini, ichidagi zaharlari kamligini, proteini ko'pligi zaharni kamligini hisobiga kunjarani misol 1,5 kiloni, rapsni 1 kilosi bosadi. bosadi bemalol. Ha, bosadi. Xullas kalom, 2000 so'mdan somon olmasdan shunaqa yemlarni, siloslarni olib bergan emas. Silosni, senajni, bedani. Keyin men ham o'shali Yevropada fermerlarga o'xshab kuchib, tratilab yurib, ani eshigidan to'ydim to'g'risi gap. Eshik arava meni yuraverib jonga tegdi to'g'risi. Rivojlanish uchun ilmiy yondashish kerak.